Sotamiz kanalimizga qo'ygan yana bitta mashinamizni sotdik, baraka qildik. Yangi escrow tizimi bo'yicha jarayonni amalga oshirdik. Podpishchilarimizni ko'pligi so'rashyapti, qanaqa bo'ladi, nimadan iborat bo'ladi jarayon deb. Qisqa qilib tushuntiraman. Mashinani oluvchi bilan sotuvchi baravar bankka borishadi. O'zligiga shaxsiy hisob raqami ochtirishadi. Mashinani sotib oluvchisi o'zini hisob raqamiga milliy valyuta ko'rinishida kelishilgan pulni qo'yadi, ya'ni so'mda. Bank uslugi xizmati 103 ming so'm bo'ladi mashinaga, uyga 206 ming so'm bo'ladi. Keyin notariusga kirishadi. Notariusda bazada ko'rinadi bankka pul qo'yganligi. Keyin notarius oldi-sotdi jarayonini amalga oshiradi. Shun bilan sotuvchi mashinani sotuvchi notarius bergan guvohnoma bo'yicha, kopiyasi bo'yicha xuddi o'sha bankka borib turib, pulni xolasa o'zini plastik kartasiga o'tkazib oladi, xolasa naqd ko'rinishida olishi mumkin. Yana bitta berilayotgan savollardan bittasi, generalniy доверенность qilib olsam, u qanaqa bo'ladi deb. Siz misol uchun birovdan generalniy доверенность asosida mashina olgan bo'lsangiz, u odam o'rnidan siz o'zingiz bemalol bankka borib, o'zingizga shaxsiy hisob raqami ochtirib, notariusdan o'tkazib berib, keyin u hisob raqamli pulni yechib olsangiz bo'ladi. Kimda sotiladigan mashinalar bo'lsa, turinglar, narxini kelishib, naqd pul berib olib qolamiz.